Yolg'on guvohlik. Yolg'on guvohlik berish yoki yolg'on guvohchilarni keltirib haqiqatni yo'gash begunoh kishilarning qinini oqqizishga, haq-huquqlarning zoyi bo'lib ketishiga, pok kishilarning qorlanishiga, gunohkorlarning jazosiz qilishiga sabab bo'ladigan Alloh taologa eng yomon ko'riladigan to'limi qabih jinoyatdir. Alloh taolo mu'minlarga mundoq deb buyurgan: "Fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qawlaz zur." Ya'ni sizlar butlardan iborat nejisdan qechinglar, yolg'on guvohlik berishdan qechinglar. Alloh oxiratda nijotlikka erishadigan mu'minlarning sifatini bayon qilib, "Vallazina la yashhaduna az-zur." Ya'ni ular yolg'on guvohlik bermaydi degan. Payg'ambar alayhissalom bir kuni eng cho'ng gunohlarni bayon qilib bermoqchi bo'lib, sahobalardan "Sizlarga eng cho'ng gunohlarni aytib beraymi?" deb so'raydi. Sahobalar: "Albatta aytib bersizlar, ey Allohning payg'ambari" deydi. Payg'ambar alayhissalom ularga: "Bilinglarki, eng cho'ng gunohlar mahluqotni Allohga shirik qilib olish, ota-onani qaqshitish, davitib, yo'linib o'tirgan yeridan tuzinib o'tirib jiddiylik bilan diqqat qilinglar. Yolg'on guvohlik berish eng cho'ng gunohdir" deb 3 qitim takrorlaydi.